Bunachilar yaxshimisizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Mani maktabim. Anuni bilsanglar kerak, sport zali. Anu stadion. Bu maktabi iftixor maktabi. Kelinglar, farzandinglarni shu yerda o'qitinglar. Zo'r maktab, sharoiti ham zo'r. Mana bu bo'ladi maktab. Adres Zamona to'yxonasini yonida bitta ko'cha bor. Iftixor deb yozib qo'ygan. Bitta anaqada o'shandan sekin Nasriddin degan magazin bor ishqilib. Keyin o'sha yerda yonida to'g'risida Iftixor degan yozuv bor. Kelinglar, zo'r maktab. Farzandinglarni shu yerda o'qitinglar. Mazza. Havo ham bu yerda zo'r. Ana o'tda uylar ko'rinib turadi. Mazza. Ana